Ko'pchilik hozir qanaqa zamonda yashayotganimizni, qaysi asrda yashayotganimizni unutib qo'yishgan. Hozir mani yoshimdagi yoki mendan 1-2 yosh katta bolalarning muammosi qiz masalasi. O'g'il bola hozir uylanishga qo'rqib qolgan. Buni o'zingizlar ham bilasizlar. Va biz birorta qiz bilan gaplashgandan keyin maksimum 1 oygacha ham cho'zilmaydi bizning aloqalar. Hozirgi vaqtda qizlarga o'zi qanaqa bolalar yoqadi? Qizlarga hozirgi vaqtda ularni mensimaydigan bolalar yoqadi. Bir tiyinga olmaydigan bolalar yoqadi. O'tgan zamon o'tib ketib bo'ldi. Hozir biz umuman boshqa zamonda yashayapmiz. Hozir bolalar lattaga o'xshab yuradi orqasidan, gullab berib, haligi sovg'alar berib, mashina beraman deb. Yo'q, qiz bolaga bu umuman qiziq emas. Shaxsan bu narsani o'zim ham boshimdan o'tkazganman. Sen qiz bolaga yoqish uchun sovg'a berib, orqasidan yugurib yurganing sari o'zingni hurmatingni, obro'yingni to'kasan. Sen shunchaki o'zingni ustingda ishlagan qizlarga vaqting bo'lmasin. O'zi seni topib keladi, o'zi pushaymon edi. Sen bu narsani amalda sinab ko'rgan. Axir sen erkaksan. Qattaki bir latta emas.